Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızdan təfsilatı bolsun. Tokyoda ötküzülüyotgan dini erkinlik oliy yig'inida dini erkinlikning strategik ahamiyati to'g'risida so'z qilgan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan bostirishining Amerika hukumati tarafidan irqiy qirg'inchilikda bekitilishining jarayon haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Shundaqla Xalqaro diniy erkinlik oliy yig'inining qo'sh raisi, sobiq senator va Amerika hukumatining diniy erkinlik masalasidagi alayda vakili Sam Brownback apandimni alayda tilga ilib, uning mazkur qarorning e'linishida o'ynagan muhim rolni alayda eskartgan. Mike Pompeo apandim 2018-yildan 2021 yilgacha bo'lgan aralıqda sobiq prezident Donald Trump hukumatida tashqi ishlar ministri bo'lib xizmat qilgan bo'lib, u Xitoyga bo'lgan qattiq pozitsiyasi va o'zining nutq va bayonotlarida Uyg'urlarning Xitoy mustabid hokimiyati ostidagi ig'ir ahvolni ko'p qatim tilga olish bilan Uyg'urlarning cho'nqur hurmatiga, aksicha Xitoy hokimiyatining dushmaniga aylangan Amerikadagi eng yuqori martabalik siyosatchilardan biri bo'lib tanilgan edi. Mike Pompeo apandim 2021-yili vazifadan ayrilishning harpisida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakarlab, kuchli siyosiy zilzila yaratgan hamda boshqa davlat hukumat va parlamentlarning mushuning o'xshash qaror chiqarish uchun ulgu yaratgan edi. Bu yig'inga yana Dunyo Uyg'ur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mehmet va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Ilhom Mahmud apandilar alayda taklif bilan qatnashgan bo'lib, bugun stansimizning ziyoratini qabul qilgan Savut Mehmet apandim yig'in haqida to'xtalib, munolarni dedi. 22-iyul Yaponiyaning poytaxti Tokyoda bir diniy erkinlikka munosabatli xalqaro yig'in ochildi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur Qurultayining ijroiya komiteti raisi ve Uyghur Kişilik Hukuk Projekti'nin direktörü Ömer Qanat efendim Amerika'dan kep katnaştı. Biz Yaponiya Uyghur Cemiyeti bolsak, şu yığınınki bir hemkarlış teşkilat buluş sübtimiz bilen bu yığını katnaştık. Bu yığınga dünyanın her qaysi yerlerden kelgen siyasiyon, tadqiqatçı, profesör, faaliyetçi, matbuot xodimlari degandek o'z ichiga olgan 150 dek odam qatnashdi. Tushdan burungi bir panelda Ömer Qanat apandim muhim so'zligichi bo'lib sahnaga chiqib Uyg'ur milliy qirg'inchilikni nihoyat tafsil tushundirdi. Uningdan sirt Yaponiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Ilhom Mahmud apandimma o'zining beshiga kelgan fojialarni yig'in ahliga tunishtirib o'tdi. Tushdan keyin yig'in ahlini nihoyat hayajonlantirgan bir mehmon so'zildi. Bu bo'lsa Amerika'nınki sobiq davlat ishleri katibi Pompeo apandim so'zildi. Bu yig'inda dunyoning har qaysi yerlarida diniy erkinlik nihoyat og'ir bir krizga uchrayotganligini, daxil tarizga uchrayotganligini his qildik. Uning ichidami Osiyada, jumladan Xitoyda diniy erkinlik nihoyat og'ir dafsanchilikka uchrayotganligini bilib olg'ili bo'ldi. Uyg'ur masalasi bu yig'inning nihoyat bir muhim temasi bo'ldi. Köplagan so'zligichilar Uyg'ur masalasini, jumladan Uyg'ur milliy qirg'inchilikni tilga oldi. Köplagan so'zligichilar shu diktator davlat bilan bo'lgan kurashninki nihoyat mushaqqat ekanligini, bu kurashninki darhol natija ko'ranmaydigan ekanligini so'zladi. Shundaqdimi shunaq erkinlik izlanish, shunaq kurashlarni belni ching bog'lab, chidamjonlik bilan davomlashtirmasak bo'lmaydiganligini o'tirib qo'ydi. 21-iyul yakshanba kechqurun Amerika prezidenti Joe Biden o'zining yangi bir navbatlik prezident nomzodligidan chekinganligini jakarladi. Prezident nomzodlarining saylimiga bir qancha oy qolganda nomzodlik chekinishi Amerika prezidentlik saylimi tarixida intayin kam ko'riladigan bir hodisa bo'lib, Joe Bidenning bu qarori yolg'iz Amerikada emas, butkul dunyo miqyosida kuchli qo'zg'olon qo'zg'agan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 27-iyun Joe Biden bilan uning raqibi Cumhuriyetchilarning prezident nomzodi Donald Trump o'rtasida o'tkazilgan va naq maydondan tarqatilgan munozarada Joe Bidenning yashinib qolganligi va uningdan kelib chiqadigan ojizliklar ro'shan o'zini ko'rsatgan bo'lib, bu hol uning qo'llag'uvchilarini qattiq umidsizlantirgan. Natijada oxirgi hafta ichida Demokratlar partiyasi ichida Joe Bidenning nomzodlikdan chekinish haqidagi sadolar kuchaygan. Joe Bidenning saylam harakatiga berilayotgan iqtisodiy yordamlarmi to'xtashga boshlagan. Joe Biden o'zining nomzodlik chekinish haqida e'lon qilgan bayonotida
muavin prezident Kamala Harrisni o'zining o'rniga demokratlarning prezident kandidati bo'lishini tavsiya qilgan va demokratlarning Kamala Harrisni qo'llashini hamda kuchini to'plab saylamda Donald Trumpni yengishga chaqirgan. Joe Bidenning chekinish qarori e'lon qilingandan keyin Demokratchilar partiyasidagi ilgari o'zini prezident nomzodligiga ko'rsatgan siyosatchilarning ko'pligi Kamala Harrisni qo'llaydiganligini jakarlagan. Amerika Avam palatasining sobiq raisi, Demokratchilar partiyasidagi tanilgan siyosatchi Nancy Pelosi o'zining Kamala Harrisni qo'llaydiganligini bildirgan. Joe Bidenning chekinish qarori ma'lum bo'lib, 2 kun o'tmagan qisqagina vaqt ichida demokratchilarning saylam harakatiga keldigan iqtisodiy yordam birdilla ko'payishga boshlagan. Yaqında Xitoy hukumatı rasmiy holda Amerika bilan bo'lgan yadro qurollar kontroli haqidagi suhbatni to'xtatib qo'yganligini e'lon qilgan bo'lib, bu hol dunyo miqyosida yadro qurollarini kengaytmaslik mexanizmi qilingan buzg'unchilik deb qaralmoqda. Muhofizachi gazetining 19-iyuldagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatı mazkur temadagi suhbatni to'xtatib qo'yishda Amerika hukumatining Tayvanga davomli harbiy qurollarni setib berishni muhim sabab qilib olgan. Strategiya va xalqaro munosabat tadqiqot markazining Xitoy ishlar mutaxassisi Brian Hart bu haqda so'z qilib, Amerika va Xitoy o'rtasidagi munosabatda Tayvan masalasini bir yoqqa qayirib qo'yib, yangi taraqqiyotdan so'z echish qiyin degan. Xabarda aytilishicha, Xitoy izchil Amerika va Rossiya bilan bo'lgan yadro qurollari kontroli haqidagi suhbatdan o'zini qochirib kelgan. Rossiya hukumatı 2023-yili Amerika bilan bo'lgan bu haqdagi suhbatni to'xtatib qo'ygandan keyin Amerika davomli Xitoy bilan bu masalada suhbatlashib kelgan hamda suhbatning saviyasini yarmi rasmiy muhokama bosqichiga ilib chiqqan. Amdilikda bu suhbat biroqli to'xtab qolgan. Ma'lum bo'lishicha, agar yadro qurollari suhbatida kelishim hosil qilinsa, u holda har ikki taraf hozirgi yadro qurollari saviyasini saqlab qolish majburiyatini ustiga ilishqa hamda uni kengaytmaslikka to'g'ri keldi ekan. Ammo Xitoy buni xohlamaydigan bo'lib, bu jihatda o'z oldiga qaror chiqarish huquqini saqlab qolmoqchi bo'lgan. Shunga ularning bu vaqtdagi suhbatni to'xtatib qo'yishi Xitoyning bu jihatda o'z oldiga ish ko'rmoqchi bo'layotganligining ifodasi deb qaralmoqda. Bo'libmi yaqinda oxirlashgan Shimoliy Atlantik ahd tashkiloti, ya'ni NATOning yillik yig'inida Xitoyning o'rni rasmiy holda andishidan tahdidga almashgandan keyin bu hol tixim kuchaygan. Hürmetli görürmenler, tövende diktimlarga kündeli haberler programımızdan tafsilatını sunduk. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.